Biz O'zbekistonda turib javob ola olmaymiz-da ulardan, to'g'rimi? Ular-ku endi Rossiyada ular. Shu narsani men aytamanki, mana Rossiyada hatto shunday joylar borki, juda ham katta davlat. Bir inson bir joydagi o'sha vakolatxonaga borish uchun ba'zida 500 kilometr, 1000 kilometr yurishga to'g'ri keladi. U yerda agar hujjati tayyor bo'lmagan bo'lsa, bir kamchiligi bo'lsa, yana boshqatdan qaytib borib kelish to'g'ri keladi. Yoki O'zbekistonga chaqirtiradi boshqa. Shuni aytamizki, biz shunday bir call center qildilar, shu bir sayt orqali odam elchixonaga kelishidan oldin yozsin, hujjatini yuborsin, ko'rib bersin. Ya'ni elektron haligi joriy qilish elektron murojaat qabul qilsin. Men o'sha murojaat qabul qilganlar u elchixona xodimlari ham bo'lmasin. Ularning vaqtini biz iqtisod qilishimiz kerak. Toshkentda o'sha call center xodimlari ko'rib bersin. Aka, siz falon hujjatingiz kamchiligi bor ekan, buni to'g'rilab keling. Odam aytmoqchimanki, bir marta kelsin. 4-5 martalab borib kelib yurmasin, sarson bo'lib boshqa bo'lsin. Bu ishlarni bilasizmi? Odam agar shu rahbariyati xohlasa, bir necha yil oldin qilish mumkin edi. Biz ko'p gapirganmiz bu narsalarda. Juda ham oson hozirgi kunda. Juda ham haligi arzon ham, unaqa katta pul ham kerak emas. Agar xohish bo'lsa, ishni to'g'ri tartibga solish juda ham oson. Lekin negadir shu davlat tashkilotlarida ishlar yillab davom etadi, juda ham samarasiz. Biz o'sha call centerda taklif qilganimiz buni keyin mana prezident farmoni chiqdi, o'tgan yil joriy ham qilindi. Kech qolib bo'lsa ham. Lekin o'shunda ham o'sha biz aytgan nyuanslari hisobga olinmadi. Biz aytganimizki, u call center telefon raqami yagona bo'lsin, unga Telegram, WhatsAppda ulash imkoni bo'lsin. Chunki vatandoshlarimiz Telegramdan, WhatsAppdan foydalanadi, o'rgangan shunga. Hujjatini yuboradi, ko'radi. Lekin ular shunday raqam qilishdiki, uni 8800 dedi, unday raqamga Telegram, WhatsAppda ulab bo'lmaydi. Misol uchun, tushunyapsizmi? Ya'ni mana shu ichidagi muammoni yaxshi bilmaslik mana shunaqangi olib keladi. Mana bizda shunaqa tajriba bor. Biz o'zimiz call centerga tashkil qilganmiz, ularni hammasini o'tganmiz. Men aytganman, biz qilib beramiz kerak bo'lsa.